Bu saatlik dersimizde bo'lsa, biz oldingi soatlik darsniki progress barniki ikkinchisi bo'lgani, ya'ni sekbarni so'zlaymiz, sekbarni. Endi biz sekbarni progress barni biz oldingi soat so'zlagan chog'da asosiyatdan yunqu hech qanday sovzuqlanmaydi degan, sovzuqlanmaydi degan. Masalan, qanday sovzuqlanmaydi degansa, masalan biz yunqu ma'lum bir narsani ko'z tushishchilla progress barni faqat ko'z tushishchilla yoki bo'lmasa ma'lum bir yunquga ma'lum bir ishni qilayotganligini bildirish uchunla qila olamiz degan. Unda bo'lsa biz masalan naqsh anglaymiz, kino ko'ramiz. Ayndaq mo'ljallarga qaraydigan bo'lsak, nurg'un shu gundong o'ng so'lga serilg'il bo'lgan masalan naqshiniki ma'lum bir yerdan boshlab qo'ya oladigan degandek, shunga o'xshash bir kontrollarni ko'ramiz. Bu dal bizniki bugun so'zlamoqchi bo'lgan shu sekbar, sekbar. Endi sekbar deganimizda sekbar qaralamsak, sekbarniki endi mo'rnalatdiki narsa mana o'xshash. Bu o'ng so'lga serg'il bo'lgan kunjan, o'ng so'lga serg'il bo'lgan kunjan. Ya'ni bunikini ham kod bilan ko'rgan chog'da unda. Oldingi soatda endi bizniki horizontal view masalan, biz progress bardan birini tashlasak, buning bilan farqlanadigan yeri bo'lsa, mana qaraydigan bo'lsak, farqlanadigan bo'lsa, progress barga style orqali o'ziniki har xil shakllarni, har xil shakllari bor. Progress barniki mana progress bar deb yozsak, progress styles har xil stylelar bor. Mana qaraydigan bo'lsak, small deydi, title, small title deydi. Nurg'un stylelar bor. Styles orqali o'zining ma'lum bir xil shaklini bildiradi. Bu o'zining ma'lum bir xil shaklini, ikki xil shakl chiqadi. Lekin mana sekbar qaraydigan bo'lsak, bunaqa style ketmaydi, bunaqa style ketmaydi. Bu sekbar deganimiz avtomatik holda o'zimda biz sekbarni endi Javaga qurish orqali biz Java vujudida biz sekbarni ko'rish orqali zade bu qaysi kunjanni extends qilgan bir ko'rpa qilay. Sekbar qaraydigan bo'lsak, bu ABS sekbar deydi. Mana ABS sekbar deydi. ABS sekbar degani ABS degani abstract degan gap. Bu ma'lum bir kunjan emas, balki chovshan bir sekbar degan so'z. Bu yezib chiqqan degan so'z, buni butunlay yezib chiqqan degan so'z. Unda esa bu ABS sekbar degan nerdan kelgan, buni qarab baqlaymiz biz. Fikrlab bunda ko'rishimiz kerak, ba'zi narsalarni shunda. ABS sekbar qaraydigan bo'lsak, ABS sekbar deganimiz amaliyotda progress bardan kelgan ekan, progress bardan kelgan ekan. Demak, unda olsa biz mushayish ko'zak bo'ldi degan so'z, biz progress barni tushungan. Unda olsa biz buniki, unda olsa bu sekbarniki nurg'un xususiyatlari progress bardan kelgan degan so'z, nurg'un xususiyatlari progress bardan kelgan degan so'z. Unda olsa oddiy usul bo'yicha oldi bilan buni men ijro qilay, bu programni, navbatdagi programni men ijro qilay. To'xtamayman. Tanımalıyız. Buni qaraydigan bo'lsak, mana sekbar deganimiz amaliyotda o'ng so'lga yunqu, o'ng so'lga ishlatgichi, o'ng so'l sura oladigan yoki mashina bilan jecho qila oladigan deb qo'yamiz odatda. Mashina bilan so'zlayib bera oladigan bir kontroller. Buniki endi qaraydigan bo'lsak, progress barniki amaliyotda progress barni yetkazil bo'lgan progress bar desak bo'ldi. Yetkazil bo'lgan progress bar desak bo'ldi. Unda olsa buniki biz davomli turda nimalar qaraylar. Bunda olsa buni ham o'xshashlar bu progress barni jichon qilgan ekan, buni ham o'xshashlar. Bunda olsa bu max andekin progress deb qimmatlar bo'ldi degan so'z, qimmatlar bo'ldi degan so'z.
Buna qaraydigan bo'lsam, o'rnida 20 ga to'g'riliqlik turdi degan so'z, 20 ga to'g'riliq. Mana 20 ga to'g'riliqlik turdi degan. Unda bo'lsa biz bunga oldingi soat progress barga yozganga o'xshash bunga style'da buni yozib qilaylik. Unda bo'lsa men miyaga oldi bilan durable deb mundarijada buni quray, mundarijada buni quray. Andiki buning ichiga XML danki layer list deganni qo'yamiz, layer list my sec barday, my sec barday. Layer listnikiga ichiga unda bo'lsa item deb qo'yamiz, item deb qo'yamiz. Undan keyin bu itemga oldingi tema dedim, oldingi soatda dedim Android ID. Shundaymi? Bu ID nereden keldi desek Androidning ichidagi IDning ichidagi birisiga backcurrency, shundaymi? Backcurrencyga. Buning ichiga undan keyin shape deb keldi, shundaymi? Shapening ichiga undan keyin mesela mavi butunlay mazmun bilan to'ldirish stroke degani, undan keyin paddingsi, endi olsam mazmun bilan to'ldirishni qilay, men. Bunikiga colorsini men colorsiga cc 2 deb beray. Andaki yana davomli turda itemsi Android ID'si bununla Android ID'nin ichidagi progress, shundaymi? Progress. Ana o'xshashlar bunga ham diqqat qilganimiz, bunga shape deb quramiz. O'xshashlar. Shape deb qurib qo'ygandan keyin bunikini shape'ni cho'qim ustiga bo'lganlik uchun clipni ichiga ilamiz, shundaymi? Kesishlarni. Mana shape'ni men clipni ichiga olib meni. Andan keyin bunga o'xshash salt colorsi bu yerga men qizilni beray. Qizilni beray. Hamda biz progressni chiqarib oldik, buni hamda qanday beramiz degan chog'da bumi progress barga o'xshash, progress barga o'xshash. Progress durablesiga beramiz, progress durablesiga my durablening ichidagi my sec barni beramiz degan so'z. Buni qaraydigan bo'lsak, buni o'zgardi degan so'z. Mana qaraydigan bo'lsak, buni o'zgardi degan so'z. Unda bo'lsa bu o'zgargan bilan qaranglar. Mas ikki rang tepishib qolibdi, bular. Ikki rang tepishib qolibdi. Unda bo'lsa maniki, ma rangini men eng yaxshisi o'zimiz bildigan yeshil qo'yay yoki sus yeshil qilay. Mani 9 qilsam susroq chiqadi. Timeout dedi. Mani men bir qitim clean qo'ygandan keyin run qilib boqay. Mana qaraydigan bo'lsam, Mao hamda progress barda, Mao backcurrency'da o'xshash usul bilan biz unda bo'lsa buningga yana davomli turda second progress barni qo'sha olamiz degan so'z. Men oldin qitim dedim, second barni qo'shgan chog'da biz alohida diqqat qilishimiz kerak. Mao tartibiga diqqat qilishimiz kerak. Chunki bu osti ustiga chiqadigan rang, shundaymi? Yerga men clip deb yerga shape
managa ID bermepdik, shuning uchun chiqmaydi bu. Android bunikiga ham ID'si Android ID'ning ichidagi secondary progress barsi shunami? Andiki mega shape deb yazıyoruz. Shape bunun ichiga soil'si Android color Android color'si bunun qanday color beramiz degan chog'da 0099 FF deb beraylik. Mana qarab qaytilgan bo'lsak, unda bo'lsa men bu yerga Android second progress'i masalan 40 deb beraylik men. Qaraydigan bo'lsak, mana shu xil rang chiqdi degan so'z. Shu xil rang chiqdi degan so'z. Mavi hamda meniki Eclipse'ni tanishtirishroq masala borki, uni to'g'rilik izlandim, doim shunday to'g'ri chiqib qoldi-ku. Timeout deb. Mana qaraydigan bo'lsak, mana second progress'i ko'kish, mavi progress'i qizil, undan keyin mavi background'si yeshil bo'ldi, Shunga o'xshash hamda biz qaraydigan bo'lsak, yana bir shushimiz bor, buniki alayda bizni tunish. Mavi ko'k, bizning mavi bisib turib yetkilayotgan mavi ko'k narsanikini qanday o'zgartimiz degan chog'da buniki tubyosi mavi qarayapsan mana. Buningga bir ta drawable ketdi, buningga biroz drawabledan bir tane bersak bo'ldi. Drawable bergan chog'da buni tanlangan holda deganga o'xshamagan holatlarni bera olamiz orqali. Biz hozir faqat birini berib qo'yib turaylik. Qaraydigan bo'lsak, mana o'zgardi, bizniki baginimiz o'zgardi degan so'z. Endi mana diqqat qiladigan bo'lsak, mavi tarafga bek ketdi, mavi tarafga bek chiqib ketdi. Mana qaraydigan bo'lsak, asli bundaroq to'g'ri tursa to'g'ri bo'ldi. Unda bo'lsa buni tanishib bo'ldi. Unda bo'lsa mushniki qaraydigan bo'lsak, offset deb turdi. Offset degani nima desanglar, an offset for zones that always to extends out of the range the track deydi. Unda bo'lsa bunun degani desanglar, masalan, men 20 deb beraylik buni. 20 deb beraylik. Neydi bu? Tahmini timeout dedi. Olmamadı deymi. Bunu qanday o'xshaymiz degan chog'da Windows'ning ichidagi Eclipse'ning ichidagi qo'shilgan ADB connection timeout'ini men 60 sekund qo'ydim.
qaraydigan bo'lsak, manikiga endi qaraydigan bo'lsak, va matrabga kelgan chog'da belgilik bo'lmaganmi bu? Shuna bakalım ish tarafniki. Heddingsmi? Mana qaraydigan bo'lsak, endi mana qaraydigan bo'lsak, mana offset amaliyotda chiqib ketdi mana. Musharliqni tanishlaydigansiz. Bizni nimishga desanglar, bizning rasm bek cho'ng, maskamaga shunda farq chiqib qoladi, bundan shunda farq chiqib qoladi. Musha mujrani tanishlaydigansiz. Bu hamda bizniki shu sekpar to'g'riliq shu nima so'zlaymiz? XMLda so'zlaymiz. Hamda buniki asosliq jiqara qo'llangan usul shu Javada qanday Javada qanday bir taraf qilamiz, bizniki endi bo'lsa Java ko'ra qilamiz. Sekpar endi bo'lsa sekpar bir sekpar find view by id or diyor id diyor sekpar 1 controlni topgandan keyin buniki endi qaraydigan bo'lsak, mana set progress deb shu nimaga o'xshash, set progress deydi, andan keyin set max deydi, set second deydi. Shu progress barga o'xshash. Endi buniki biz eng ko'p ishlatamiz qaysi desanglar, set on sekbar changed listener. Ko'rdingizmi? Sekbar changed listener. Mar shijensa biznikiga nisbatan eng muhim shijensa, eng ko'p ishlatilgan shijensa. Bu shijensini set on sekbar changed listeners. Demak, cho'g'ni shu har bir qitim shu o'zgargan chaqda o'zgarishdan burun yoki o'zgargan chaqda yuz berdi degan so'z. Endi bo'lsa buni dalillash uchun biz qaysi vaqtda ijro bo'ldi degan dalillash uchun biz yana shunaqa log qo'yib sinab yiqishimiz kerak. Mavu valuesi. Mavu resultsi. Mavu nimani bildirdi desanglar, menga gapirsanlar deb birdi, qaraydigansak, ma Windows'ni qachilmagan ekan chiqmabdi. Amaliyotda ma nima desanglar, shu yonqi o'zgartdimi yoki shitom daymo bilan o'zgartdimi deganni bildirdi, Do'sa men valuesini chiqaraman. Ondan keyin men bunga results'ini chiqaray. Buni ijro qilay. Ijro qilib qaraydigan bo'lsak, biz oldinda log qaraylar. Men bir tanlab o'tay. Ondan keyin log qaraylar. Qaraydigan bo'lsak, mana men qo'yib etdim. Men yana bir kelay. Qo'yib etdim. Qaraydigan bo'lsak, mana on start tracking deydi. On start tracking deydi. Demak, biz bunda tutgan chaqda on start tracking oldu. Ondan keyin o'ng so'lga surgan chaqda qimmat o'zgargan chaqda on progress changing yuz berdi. On progress changing degan shijans yuz berdi. Biz oxirida muqimlashtirib qo'yib etgan chaqda on stop tracking yuz berdi. Unda olsa biz masalan, ma'lum bir kinolarniki yoki ma'lum bir naqsh qo'ydiganiki o'zgargancha qaysini yozamiz desanglar, albatta men on stop tracking yozamiz. On stop tracking degani nima degan so'z desanglar, yonqi valuesini o'zgartib bo'ldi degan so'z, o'zgartib bo'ldi degan so'z. Hargiz men on progress change degan yozmaymiz. Buni yozsak bizniki daymarimiz
nachar chiqib qoldi bu har qaytam o'zgardi bu. Qaraydigan bo'lsak mana 22 23 21 deb bu teqi yo'nqi to'xtatma degan so'z. Bu boshdan oxir serigan chaqda hammasi o'zgardi degan so'z bu qimmat yo'nqi to'xtatma degan so'z. Faqat shu to'xtatgan chaqda qo'yayotgan chaqda qaysi shujansi yuz berdi desanglar mana stop tracking degan yuz berdi. Ham sekbarniki muhim xosliklarniki birsi shu muhim shujanlarniki birsi shu. Unda olsa biz miyada shu jinsini yozib bo'lgan ekan, unda olsa men miyaga sekbarnikiga set progress deya set progress deb progressni men 80 ga tanishib qo'yay. 80 ga tanishib qo'yay. Unda olsa mana men tozlaytay. Tozlayotganga qaraydigan bo'lsak 80 tanishib qo'ygandan keyin qaraydigan bo'lsak miyada on progress change shujansi yuz berdi. Ham results false qaytdi. Values 80 bo'ldi. Demak daymaniki ijro bo'lishi bilan shujansi yuz berdi degan so'z. Shujansi yuz berdi degan so'z. Unda olsa men oxiridagi results bayatda men deb o'tib ketdim. Results yo'nqi Mesela ishlatkuchi qo'li bilan serg'an bo'lsa, demakki uni qo'li bilan serg'amsa yerdan true qaytadi. Agar biz daymo bilan qilgan bo'lsak false qaytadi. Unda olsa men davomli mashina isbotlash uchun 10 so'l serib qaraydigan bo'lsam, mana resultsning hammasi true qaytadi degan so'z. Bumi bir xil tekshirish usul degan so'z. Bumi bir xil tekshirish usul degan so'z. Endi biz miyada ba'zi joyda men bayatdan degandek agarda ba'zi joyda masalan on stop tracking deganga yozib qolsak yozsa u chaqda biz daymo bilan o'zgartgan chaqda mavo ijro bo'lmaydi degan so'z. Daymo bilan ijro bo'lmaydi degan so'z. Bunday holatlar qanday diqqat qilmaymiz desanglar ma'nog'imi yozmaymiz daymoni. Ham ma'nog'imi yozamiz. Buning qanday holatlarda yuz berishi mumkin desanglar masalan ba'zi kino qo'yg'ichlar kirsanglar oldin qitim qayerdan qo'ygan bo'lsa avtomatik shu yerga yo'tkiladi degan so'z avtomatik shu. Unda olsa biz faqat daymoni ham shu yerga if shunami? If results false bo'lsa, unda olsa bizniki daymoni ma'lum bir yerga yo'tkaydigandan shuni qil yoki bo'lmasa mana shu ikkisiniki o'xshash bir daymoni ijro qilib qo'ysak bo'ldi. Unstop trackingni ijro qilib qo'ysak bo'ldi ham shu yerda o'zimiz unstop trackingni. Nimishga desanglar biz shu chaqlarda masalan faqat progress sekbarniki valuesini bir şey to'g'rilab qo'ysaklar kino shu yerga avtomatik yo'tkiladi degan so'z. Chunki daymon shunday yozgan bo'lsak endi, daymon shunday yozgan bo'lsak. Odatda daymon birli yerga yozib bir qancha yerda kontrol qilamiz degan so'z. Kontrol qilamiz degan so'z. Mana o'sha endi shunday yerlarga diqqat qilsak bo'ldi. Sekbarni ishlatgan chaqda shunday yerlarga diqqat qilsak bo'ldi. Andan keyin alohida yugunib olganimiz hamda sekbarniki shu yaxshisini yozish. Bunaqa men faqat mazmun rangni to'ldirib qo'ydim. Oldingi soatda biz so'zlagan chaqda shape'ning bir qancha xosliklari bor. Shular xosliklarni hammasini ko'rib o'rgansam bo'ldi. Shu xosliklarni hammasini ko'rib o'rgansam bo'ldi degan so'z. Qo'l bilan shiltib yiqib, shularni mang'uz yiqib daymani o'zgartib, sinab yiqib qilsam bo'ldi degan so'z. Bugun hamda sekbarni so'zlashimiz mushagicha.